Qayerda ikkinchi etajdan? Ye? Bu kim bor? Kim bu sirli ishtirokchi? Va u mana bu ishtirokchi. Kim bu? Sardor! Do'stlar, meni tanigan bo'lsanglar kerak. Men Sardorman. No, hozir o'ylayapsizlar, bu yerda nima qolsan deb. Men shunaqa sog'inib ketgandim Omon akaning videolariga chiqishni. Vot hozir Omon akaga yetmasdan men sirli ishtirokchi bo'lib chiqyapman. Qanaqasiga men bu yerdaligim bilmoqchi bo'lsanglar, Darknetda keyingi qismlarini ko'rsanglar, nima uchun bu yerdaligim, qanaqa qilib men u yerda qaytganimni bilib olsanglar bo'ladi. Va ana endi bo'lsa men yashinaman. Mana bu eski chiroqqa o'xshaydi. Bu yerda esa kalla tiqish uchun joy bor. Bu yerda esa men o'tiraman. Va buni ichiga o'tirganimdan keyin shuna kallamni chiqarib, men bu svetilnikni boshi bilan shunday yopib qo'ysam boshimni, Omon aka kirsa umuman qolmaydi. O'rtoqlar, sizlar bilmaysizlar meni boshimda qanaqa qiyinchiliklar o'tganini. Bu videoni ko'rsanglar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Va do'stlar, men shunaqa yashinib olaman va ustimdan bitta tashing. Vot, endi men umuman ko'rmayman bu yerda. Va xuddi lampochkaga o'xshab turaman. Voy, do'stlar, bu hamma birinchi o'rinda 5. Sardor qaytdi va bilasanmi nima? Darknetda oldin bu video chiqadi. Sen o'sha bu videoda ko'rinib qo'yding. Va hozir shuning uchun Sardor больницада bo'lish kerak edi va nimaga больницаga tushganini biz Sardor bo'ldi. Ko'rsatmaylik, chunki Darknetda ko'rsin. Va nimaga Sardor больницаga tushganini esa Darknet 7 va 8-qismlarda to'liq bilib olasizlar do'stlar. Hozir emotsiya berib videoni olib ketishga harakat qilaman, lekin qiyin. Chunki Darknet oxirgi, ayniqsa oxirgi o't qismlari, o't chemkasidan keyin biz juda qattiq qiynaldik. Chunki endi videoni ko'rsangiz tushunasizlar, gap bilan hozir tushuntirib qo'yib sizlarga qiziq joyini o'ldirish niyatim yo'q. Darknet 7 va 8 bundan keyin mana shu videodan keyin shu videolar qo'yiladi, albatta ko'ringlar. Va u videoda agarda mana shu videoda 101 ming like va 22 ming yangi obunachi kelsa chiqadi va bilamiz Sardorni kloniga qo'yib yubordi. Balkim Sardor klondir.